Mana savdosi bo'lyapti. Ana bor gapingiz bor. Qaysi sotildi? Narigimi? Necha pulga? Akalar 32 million 500 ga sotilgan molimizni ko'rsatamiz. Mana 32 million 500 ga mashinamiz sotilibdi. Bola buqacha ekan akalar. 32 million 500 ga. Albatta akalar 3-qoringa sotilibdi. 5 million 500 ga. Savdosini olsak bilan, savdosini necha pulga beryapsizmi? 30,5. Akalar 30,5 berilyapti mashina olib. Bolasi nima ekan bolasi? Buqacha. 30,5 pul beryapti akalar. Mana bolasi akalar. Bekus. Mana bolasi akalar mana. Bola danay narsa. Bola urpa qo'yilgan. Hayriga o'tib bering endi, hayriga aka. Hayriga to'g'ri. Qancha o'tib qo'ydingiz? 100 ming so'm o'tdimi hayriga? Ha? O'ttiz yarimga chiqdi akalar. Bering ana, aka. Bulagingizdan chiqarib bering. Qanchaga ketdi? 33 million 30 million 800 ga. 700 ga akalar. 30 million 700 ga sotildi. Bolasi bu qocha. Mana. Ketdi akalar. Ha? Ro'yxatmisiz? Ha. Qaysi kanalingiz? Bekus. Bekus. Sizlar bir chiqarib qo'yapsizlar ekan-da. Nimaga? Yaxshi, anaqa qanday chiqmayapti-da oraga. Yo, chiqaryapmiz qo'ldan kelgancha. Necha pul savdosi bo'ldi buni? Mashina savdosi bo'layotdi Mendiroda. Necha pul berishyapti? 39,5. Bu rosa ko'p kameraga tushgani uchun mana qilyapti rasul. 39,5 akalar. Bola novoz gibridmi bola? Bola gibrid, novoz chamon qaraylar turishi. 1 oylik gumoni bor. 1 oylik akalar gumoni bor. 39 million berilyapti akalar, mana qaraylar. Xitoylari ham katta narsa. Jonivar. Voy, ustalar, cho'chib ketdi. Meni ham cho'chitvardi akalar, mana. Kurashishni ochyapti, qiynalib yurmasin deb. Akalar mana ko'rdinglar, kurashishni ochyapti. Bemalol ko'raverasizlar. Sizlarga necha pul berdi? 45 kami bor deyapsiz. Ikkinchi bo'lasiz. Ikkinchi bolasi akalar, 45 kami bor. Oq peshanasi, oq qashqa. Peshanasi oq, o'zi shvet. O'zi shvet. Bolachi bola. Bola xunajin. Bola xunajin. Nechta suti bor ekan? Eng kam 10 ta sinashga beramiz. 10 taga sinashga beriladi. 10 tadan oshib qoldi suti. Akalar 10 tadan oshiqqa, lekin 10 ta sinashga berilaveradi. Oq quloq, oq tumshoq, toza shvetlardan akalar, qaranglar turishini. Nomer qoldirasizmi, nomer? Mayli. Ayting. 99lik. 99lik. 790 790 15 12.
0 15 12. 15 12. Nomeringizni aytib yuboring, nomer qoldiringlar. Ha, billami? Ha, bo'ldi. Bitta nomer akalar, ikkovi. Smeshini gibridmi bolasi? Bilmaymiz ama aşağıdan qochib kelganda bu. Smeshini aşağıdan kelganmi? Ha. Puli qancha ekan buni? 38 yaptı. Akalar 38 million baho aytilyapti. Smeshini gibrid bolasi, rossiyskiy sementallardan men qaranglar turishini. Bola ham zo'r narsa ekan, gazli narsa bola ham qarang. Baquvvatda bola ham. Bir hafta 10 kunlik bo'lsa kerak bolagami? 15 kunlik bo'lgan. Bolasiga 15 kunlik ekan. Nechta suti bor? Bolasidan 4 5 ta savol yaptı qo'ygan bolasi. Bolasidan oshinib 4 ta 5 ta sag'ilyapti bir xamirli akalar. Mana qaranglar. Puli necha pul ekan? 38. 38. Necha pul berdi bozor? 28. Bozor 28 akalar. Buni semental deyapti. Rossiyskiy semental, rossiyskiy. Rossiyskiy semental bular. Bu qadar aka? Necha pul dedi pulini? Pul berishdimi? Bo'lasizmi? Aka-ukalar, nemis tozalari, men qaranglar. Bolasi ham shvedlardan. Onan toza qon nemis 100 talaga. 100 million kami bor deyilyapti. Ikkita novvoz. Bolalari ham qaranglar. Xudoyim bersa qo'shaloq olib beradi mana. Ikkovi ham novvoz. Onani turishini qaranglar, gerday. Katta narsalar ekan. Bo'ylari 1.45 1.50 ga tortadigan katta novvoz. Molchicha kichikroq, lekin bolani zo'r bergan ekan. Bola o'zlarini bolasimi ikkovi ham? Egizak akalar, men qaranglar. 100 million so'm kami bor. Bozor hali pul berishmabdi. Endi kirib kelib savdoga qo'ydi. Haqiqatan katta mol ekan lekin. Akalar 15 ta suti bor. Nechinchi bollari bu? Ikkinchisiga akalar egizak tug'ibdi. Egizchi ekanda. Ikkitadan tug'dirsa qaynatib beradi, ferma qilib yuboradi. Akalar mini ferma qilasizlar. 85 million bor, 85-87 million atrofida olsalaringiz ham sizlarga mana bir sezonning ichida o'zi 150 milliondan o'tib ketadi. Katta bo'lgan sari qaranglar. Katta mol ekan katta. Bollari ham ashi baquvvatda. Nomer qoldirasizlarmi, nomer? 97lik 990 82 82 83 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar.